Qurol ishlatish mumkin emasligi bo'yicha buyruq olgandik. Chunki u yoqda tinch aholi, oddiy xalq, sodda xalq hamma o'zini doimiy joylashuv joyiga, harbiy qismlariga, postlariga yetib borishi bo'yicha komanda oldik. Endi shaxsiy tarkibimga zudlik bilan BTR texnikasiga o'tirishini tayinladim, harakatni boshladik. Shu 17:30lar atrofida harakatni boshlagan bo'lsak, doimiy joylashuv joyiga 500 metrlar chamasi harakatlandik. BTR haydovchisi aytdi, o'rtoq kapitan, 1 kilometrlar uzoqroqda 300-400 dan ortiq olomon turibdi. Bizni yo'limizni to'siyapti, yo'limizni to'sdi уже. Qo'llarida har xil shu temir tayyor turishga komanda berdi. Tayyor turinglar. Shu paytda harbiy qismga aloqaga chiqdim. Bizga yordamchi kuch kerak. Oldimizdan 300-400, orqamizdan 100-200 olomon yopirilib kelyapti. O'sha texnikamizga zarbalar berishni boshladi. Oynalarini sindirishni boshladi. Asosiy maqsadimiz o'sha yerda Qoraqalpoq xalqini tinchligini, osoyishtaligini saqlash bo'lganligi sababli shu vaziyatda texnikamiz bilan xalq ustiga bostirib haydamadik. Xalqqa qurol ishlatmadik. Ularni birortasini joniga bir ozor berganimiz yo'q-da bu yerda. Urib qara, adamlar urib atmadi ishni, soldatlarni ham. Ishi qashi bosib turibdi. Hammasiga chidab, o'sha yerda qasamyodga sodiqligimizni o'sha yerda bolalar bilan isbotladik-da. Biz ichkarida o'tirib eshityapmiz. 3 ta 4 ta u yerda yo'naltiruvchi, ularning boshqaruvchi yetakchilari bor edi. Mahalla aholi faqat u yerda vositachi rolini o'ynab qolgan xolos. Ularni shu nima desam bo'ladi, ruhiy jihatdan zararlashgan tamom. Mahalliy aholi jabr ko'rmasligi uchun biza to'xtatdik BTRni. BTRni ustiga qarab haydashimiz yoki o'zimizni jonimizni o'ylab ularga qarshi o'q uzishimiz ham mumkin edi. Qo'limizdan ham keldi. Unga qarata bir necha marta o'sha ogohlantiruvchi o'q uzdi. Bolalarning ruhiy holati jangovar edi. Orqaga qaytish yo'q edi. Ko'zida bolalarni qo'rquv ko'rganim yo'q. Ularda faqatgina o'sha xalqiga qilgan qasamyod ushlab turgan. O'sha kuni o'zimning ekipaj komandirim, safdoshim ularni himoya qildim. Usti boshim qon. Lekin o'sha
baland. O'zbekiston! O'zbekiston buyuk! O'zbekiston buyuk!